Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizda biz process of elimination ga oid bo'lgan eng muhim narsa, ya'ni common SAT reading traps haqida gaplashib o'tamiz. Biz to'g'ri javoblarni topishimiz uchun reading qismida SATni noto'g'ri javoblar chiqarish orqali to'g'ri javobni oxirida qoldirib, o'shanda to'g'ri javob topsak bo'ladi. Bu process of elimination deb atalardi. Process of elimination juda ham muhim texnika SAT readingda, lekin ko'p kishi afsuski to'g'ri bajarishni bilishmaydi. Chunki ular common SAT reading trapsni bilishmaydi. Ya'ni common SAT reading traps nima bu? College board testini chiqarganlar Blue Book'dagi testlarda juda ham nima deydi? Mukammal tuzishganki, o'sha traplar orqali sizni aldashga harakat qilishadi. Va biz agar o'sha traplarni bilsak, qanaqa trapligini, ya'ni qanaqa tuzoqlar qo'yishini biladigan bo'lsak, biz SAT reading ballimizni oshirsak bo'ladi. Uni shansi oshadi ancha. Va ulardan 6 tasini men tayyorlaganman, asosiy 6 tasi. Bundan ko'p va bular uchun praktika kerak bo'ladi. Siz masalan hozir tushuntirsam sirazi tushunib yoki har doim ishlatib keta olmaysiz. Buni albatta praktikada ko'rish kerak va siz praktika qilayotgan paytingizda bularni kategoriyaga bo'lishni harakat qiling. Masalan, bu option bunaqa, bu option unaqa, bu optionda shunaqa ekan. Mana shu so'z buni unaqa qildi deb juda ham nima deydi? Detalni analiz qilishga harakat qiling. Bu ayniqsa noto'g'ri javoblarni analiz qilayotgan paytingiz yordam beradi. Keyin ular haqida gaplashib o'tamiz. Birinchisi juda ham basic bo'lgan opposite trap. Ya'ni opposite answer. Bu IELTS readingda masalan tayyorlangan bo'lsangiz, false optionga o'xshab ketadi. Sizga bitta statement berilgan, masalan aytaylik, this book is very useful desa, option aytish mumkin, this book is not very useful. Shunchaki directly opposite bo'lib qolishi mumkin. Bu har bitta questionda bor, почти shuning uchun unaqa qiyin emas, bemalol topsa bo'ladi buni. Ikkinchisi, beyond the text. Bu IELTS readingdagi not givenga o'xshab ketadi. Ya'ni sizga bitta main idea berilgan, main topic berilgan. Tekstda o'sha main topic haqida qanaqadir argument berildi. Option esa boshqa argument berildi o'sha main topic haqida. Bir-biriga aloqasi bo'lmagan. Masalan aytaylik, this book is very useful dedi tekstda, lekin option aytayotdiki, this book is very famous. This famous bilan mana usefulness haqida umuman bir-biriga aloqasini bog'lamaymiz. Shuning uchun ham bu beyond the text questionga kiradi. Keyin shu yerda bitta narsani aytib ketishim kerak. Ya'ni bular assumptionlar va biz bilishimiz kerak bo'lgan narsalar. Har doim nima deydi? Miyamizda tutishimiz kerak bo'lgan statementlar. Ya'ni birinchisi, correct answer should be 100% correct. Ya'ni to'g'ri javobimiz har doim 100% to'g'ri javob bo'lishi kerak. Process of elimination'da eng asosiy texnikasi, ya'ni key joyi, agar bitta so'z noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, o'sha optionni polностью chiqarib tashlaymiz. Chunki o'sha bitta so'z polni o'zgartirib tashlashi mumkin ma'nosini. Shuning uchun yaxshilab question nimani so'rayapti, to'g'ri javob qaysi bo'ladi, o'shani yaxshilab bilib olish kerak. Keyingisi esa har bitta option text bilan prove qilsa bo'ladi, ya'ni isbotlasak bo'ladi. Masalan, aytishadiki, yo'q, bu option xato bo'lishi mumkin yoki bu option noto'g'ri bo'lishi mumkin deyshadi. Lekin har bitta optionni biz prove qilsak bo'ladi. Har bittasi teksti bor va biz tekst orqali bemalol isbotlasak bo'ladi. Va uchinchi optionimizdan bittasi half right, half wrong. Ya'ni bu trapimiz juda ham common va ko'p studentlar mana shu joyda adashadi. Ya'ni masalan aytaylik, bitta option berilgan, B option. Buni ikkita qismga bo'ladigan bo'lsak, masalan, birinchi qismi va ikkinchi qismi. Birinchi qismi vergulgacha, ikkinchi qismi va undan keyingisi. Aytaylik, birinchi qismida 100% to'g'ri, masalan, har bittasi match qilyapti-da, lekin ikkinchi qismi 70% to'g'ri. Qaysidir bitta so'z uni noto'g'ri qilyapti. Va o'sha noto'g'ri so'z tufayli polностью uchinchi optionimiz noto'g'ri bo'lib ketadi. Ya'ni B optionimiz xato bo'lib ketadi. Va shuning uchun ham bu half right, half wrong trapga kiradi va ko'p studentlar afsuski mana shu joyda adashadi. Keyingi trapni ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan recycled language. Recycled language ham juda ham common va juda ham adashtiradi sizni. Chalkashtiruvchi savol o'sha traplardan bittasi. Qanaqa turda keladi? Masalan, aytaylikki, bitta tekst berilgan va uni bitta qismini olib, sizni bitta optionga berib qo'yishadi. Afsuski bu hamma optionni nima deydi, cover qilmaydi.
va shuni tufayli, ya'ni shu tufayli bu recycled language. Ya'ni recycled language degani shunday olib, shuni qo'yib qo'ygan o'sha optionga. To'g'ri deb o'ylaysiz, har bitta so'zni dash match qilyapti, lekin xato nimaga? Chunki bu optionimiz polni tekstni cover qilgani yo'q. Bizda to'g'ri javoblarimiz readingdagi ko'proq general optionlar bo'lishi kerak. Ayniqsa main idea va main purpose questionnlariga keladigan bo'lsak. Va ikkinchisi right answer but wrong question. Bu asosan support and undermine question type'ga tegishli va nima bo'ladi? Ya'ni to'g'ri narsa tekstda o'qisangiz o'sha option berilgan, lekin bu noto'g'ri savolga javob beryapti. Masalan, o'quvchilar ko'p questionni to'g'ri o'qimaydi, shuning uchun noto'g'ri javob berib qo'yishi mumkin. Shuning uchun yaxshilab questionni o'qing birinchi, nima question so'rayapti sizdan, o'shani bilib tekstdan qidirsangiz bo'ladi. Va oxirgisi va eng muhimi extreme language. Ya'ni extreme language har doim xato bo'ladi demayman, lekin extreme language bu red flag qo'ysak bo'ladi. Ya'ni bunga ahamiyatli va e'tiborli bo'lishimiz kerak. Extreme language ga nimalar kirishi mumkin? Masalan, all, always, never, absolutely, or any other things. Ya'ni mana shu so'zlar sizda keskin javobimiz, ya'ni keskin optionimiz, bizda red flagimiz bo'ladi. Chunki bular juda ham statementingizni general qilib yuboryapti va specific bo'lgani yo'q. Shuning uchun ham bu extreme language ga kiradi. Va mana shulardan iborat edi anaqa common traplarimiz va xudo xohlasa mana shu common traplarni yaxshi o'rganib olsangiz, bemalol SAT readingdan katta ball olsangiz bo'ladi. Va mana shu process of eliminationni yaxshilab ishlating, yaxshilab praktika qiling, har bitta optionda mana shunaqa kategoriyalarga bo'lib chiqing va readingiz ancha oshadi. Ancha shansingiz oshadi. Shu bilan ko'rishguncha keyingi darslarda.